Poytaxtimizda Kasbiy ta'lim agentligi va xalqaro hamkorlik bo'yicha donorlar yig'ilishi bo'lib o'tdi. Uning tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Kasbiy ta'lim mamlakat taraqqiyotining muhim ustunlaridan biri sifatida bugungi kunda mutlaqo yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Uni xalqaro standartlar asosida takomillashtirish maqsadida Kasbiy ta'lim agentligi tashabbusi bilan xalqaro donor tashkilotlari ishtirokida navbatdagi muhim muhokama yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mazkur uchrashuv oddiy ishchi muloqoti emas, balki tizimda kechayotgan islohotlarning navbatdagi mantiqiy davomi sifatida e'tiborga loyiq. Unda UNESCOning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Sara Nashadi, shuningdek 30 dan ortiq nufuzli xalqaro donor tashkilotlari vakillari ishtirok etishdi. Bu esa o'z navbatida O'zbekiston kasbiy ta'lim tizimiga bo'lgan xalqaro ishonch va qiziqish ortib borayotganini yana bir bor tasdiqlaydi. Bu UNESCO va Oliy ta'lim vazirligi hamkorligida qilinadigan muvofiqlashtiruvchi yig'ilish bo'lib, biz buni har 3 oyda bir marta tashkil etamiz. Bugungi yig'ilish natijasi sifatida O'zbekistonda kasbiy ta'lim bo'yicha barcha xalqaro va milliy hamkorlar tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar va ularning kelajakdagi rejalari haqida hisobot berishdan tashqari, kasbiy ta'lim uchun maxsus kompakt tayyorlash masalasini ham muhokama qildik. Bu O'zbekistondagi kasbiy ta'lim holatini tahlil qiladi va mamlakatdagi barcha hamkorlarning rolini ko'rsatadi. Bular qatoriga xususiy sektor, rivojlanish banklari, O'zbekiston bilan ikki tomonlama hamkorlik qilayotgan Germaniya, Shveysariya, Fransiya loyihalari hamda UNESCO kiradi. Mazkur yo'nalish hatto Yevropada ham yangi bo'lib, hozir O'zbekistonda ham tatbiq etilmoqda. Yig'ilishda asosiy e'tibor kasbiy ta'lim tizimini chuqur isloh qilish va uning samaradorligini oshirish masalalariga qaratildi. Shu nuqtai nazardan o'qituvchilar malakasini oshirish va ularni xalqaro ta'lim dasturiga jalb etish ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilandi. Shuningdek, xorijiy til mutaxassislarini texnikumlarga keng jalb qilish, ta'lim jarayonini yanada takomillashtirish, o'quv dasturlarini modernizatsiya qilish va ilg'or xorijiy tajribalarni joriy etish masalalari muhokama markazida bo'ldi.